Tirsaklarni tizzaga taqaysiz va shu tariqa biroz turasiz. Bo'yin bo'shashishi kerak. Kallani pastga osildirib, bu mashqda davleniyasi borlar ham, qon bosimi borlar ham bajarsa bo'ladi. Hech qanaqangi zararli tomonlari yo'q. Mana shu tariqa 5 daqiqagacha turishingiz kerak bo'ladi. Shunda bo'yin, bel sohalari bo'shashib, orasida qisilib qolgan joylar ochiladi. 90% muammolar bel va bo'yin sohasiga, holatiga bog'liq hisoblanadi. Agar sizga yana ham qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qanday pul topish va rivojlanish, o'z sohangizni rivojlantirish qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga havola orqali o'ting. Bu joyda sizni yana ham ko'proq ma'lumotlar kutib turmoqda.